Assalamu alaykum hanımlar. Bugün turgan dersimiz ailemizde iris kaynatış usulü. Bu irisini kaynatış için biz 1 kilo 500 gram sütünü tayyak olduk. Canlap tayyak olduk. Hem de biz bu sütümüzü ot koyup kaynatıp olmamız. Buna küçük otu kaynatıp olmamız hanımlar. Endi biz sütümüz kaynagandan keyin bunu onu ötüp şekerini silish bosqichi yutimiz. Qaynag'acha saqlab turaylik sütimizni. İkinci qadamda endi sütimiz qaynag'acha mavu şekerimizni janglab tayyor qilamiz. Mana 500 gram şeker. Bu 500 gram şekerni tayyor qildik. Endi biz bunu süt qaynaganda quyib aralashtiramiz. Mana qizlar sütimiz qaynadı. Endi biz bu sütga mavu azroqla koyu yağını taşlattık. Yarım koşuktan azırak koyu yağını taşlattık. Bunu taşlaşımız maksat mavu şeker bilen sütünü kaynatып vaxtımızda sütünün teknik çapışıyor olmasını aldığını neşir oluyor ege. Endi biz bu otunu öçürüp otunu öçürüp durup abaytın janglap tayyor qo'ygan 500 gram şekerimizni quyamiz. Mana şekerimizni quydik. Endi biz bunu aralashtirib şekerni eritib olgandan keyin otni bo'sh holda suz holat akab qo'yib aralashtirish boshlaymiz. Mana kichikgina dovdirlik qo'y yog'ini tashlayotdik. Buni teknik chapishib olmasligi uchun. Endi shekerimizni shu kauchuk qulog'imizning yordami bilan aralashtirib tekshi eritib olamiz. Bu erib tayyor qo'ygandan keyin o'tni bu shalatga ichib qo'yib, pildir qaynatib, buni iris qilamiz xonimlar. Endi biz bu irisimizni qor holatda chiqarish uchun choy qo'shig'ida bir qoshiq karbonat tashlayapmiz. Sodadan bir qoshiq qo'yamiz. Mana xonimlar, karbonatdan bir qoshiq oldim men. Endi buni aralashma tashladim. Bunu aralashtirib, o'tni suv solib ichib qo'ydim. Mana o'tni suv solib ichib qo'ydim. Endi suv solatda bunu qaynatishga boshlayman. O't itib ketsa, mashiga eritib tayyor qilgan tuqamizmi? Teknik chopish oldu. Mana xonimlar, bu sütümüz qaynab, karbonat tashlagandan keyin shuna kuyib nim qildi. Endi biz buni to'xtamay aralashtirib turamiz. Cho'rlarni akab turib, taxtidan tatib bir xil yo'nalishda aralashtirib turamiz xonimlar. Taki mushu rang o'zgarib, iris holatga kelguncha aralashtirib turamiz. Hemsini sus ot yaparımız. Herkes oldurıp gidip otni içip koymang. Otni içip yok kesse mavu iris pek köpüp kaynap teşip gidiyor. Çokum sus ot yaparımız bu jarayonlarni. Mana qizlar pildir qaynama. Endi biz buni qo'yib, bu yoq uyutib her bir 2 minutda bir qatam namishlar aralashtirib qo'ysa bo'ldi. Mana qizlar, bizning irisimiz qaynab tayyor bo'ldi. Bu mushundaq so'zilib tushgan chog'da bizning bu irisimiz nayt yaxshi qaynab tayyor bo'ldi. Qani. Buni temitgan vaqtimizda shundaq so'zilib tushdi. Mana so'zilib tushgan chog'da bizning bu irisimiz nayt yaxshi
Kaynagan buldu. Endi biz bu otni o'chirib, buni sovutish qo'yib qo'yamiz. Bu qancha sovigan seri quyilib, shuncha yaxshi bo'ldi, xonimlar. Bek quyuq bo'lib ketsa-mu, bu irs qat-qatlan qilganda surgichang yaxshimay qoldi. Mushundaqla quyuqlikni qilsak, buni muzlash qo'yib qo'yamiz. Muzlagan seri quyildi bu.